Bu taxtani sifati. Hoppa, ko'rdingizlar, sinib ketdi. Endi do'stlar bu temirni sifati. Hoppa, qaranglar do'stlar. Bukilsa bukiladi, eshilib ketadi, lekin sinmaydi do'stlar. Buni yana to'g'irlab turib, bemalol ishlatsangiz bo'laveradi do'stlar, umri uzoq narsa bo'ladi. Bitta tekislasangiz tayyor do'stlar mahsulot bo'ladi. Xuddi mahsulotdan do'stlar, mana shunaqa naves qurib berish necha pulga tushyapti do'stlar. Konteyner mahsuloti bo'ladi do'stlar. Hozirgi kunda O'zbekistonda naveslar uchun, tomlar uchun eng arzon, pishiq, keng qo'llanib kelayotgan narsa bo'ladi. Ko'rib turgan joylarini eniga 12 metr, uzunligi 80 metrga do'stlar magazinga moslab qurib berishgan ekan. Noldan yerdan ko'tarib stoka bilan olib chiqib do'stlar naves qilib berishgan bo'ladi. Bonusga do'stlar joyni egasiga tevasidagi tunikasini bepulga qatirib, kraskasini ham bepulga urib berishdi degan. Bu joyimiz 170 ming so'mdan ustaqaqa xomashga olib kelishi, hamma yo'g'i svarka, balgarga hamma yo'g'i ichida bo'lib bitgan ekan do'stlar. Joyni egasi faqat abed qilib beribdi, oxirida pulini sanab beribdi xolos. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga 170 mingdan 350 ming so'mgacha do'stlar 30 metrgacha o'rtaga ustun qo'ymasdan bez ustun do'stlar xuddi mana shunaqa naveslar, basseynlarda tomon, undan tashqari sklatlar, zavodlar qurib beradigan ustaning ishi bo'ladi. Video pastda nomer bor, aloqaga chiqadigan bo'lsangiz do'stlar, hamma rasxoti ichida pulini sanaysiz, bozor-mozorga borib yurmaysiz, o'zlari hamma yo'qni qilib berishadi, sog' bo'linglar.